Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolasa yana konteyner mahsulotidan qilingan tomimizni video obzorini qilamiz. Video ko'rishdan oldin bittadan like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Xo'p, mana Xudo xolasa bir iskatli tomimiz mana ikki iskatiga qo'shilgan holatda turibdi. Bu tomimizga loy bosilgan holatda 10 santigacha loy bosilgan holatda turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, bu tomimizni bir iskatli tom, bu tomoni perikoz holatda bo'lganligi uchun perikozlarni chiqarib chiroyli qilib qildik. Mana ko'rib turibsizlar, bu tomoni perikoz edi. Perikozlarni moslab chiroyli qilib chiqardik. Bu tomimizni o'rtasida perigorodka bo'lgani uchun bemalol 10 santigacha loy bosaverdi. Agar o'rtada perigorodka bo'lmasa, o'rtaga shotili holatda ham qilib beraveramiz. Где-то 10 santigacha, 11-20 santigacha loy bossa bemalol ko'tarib turaveradi. Xo'p, bunday konteyner profildan qilingan tomlar, misol katta kichkina ob'yom bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari bu holda bo'lmasa ham qilib beraveramiz. Xudo xolasa video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xo'p, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston u tomonlarga ham chiqib xizmat ko'rsatilaveradi. Mahsulotlarimiz konteyner profili. Bozor profilidan qilib bering degan akalar bo'ladigan bo'lsa, bozor profilidan ham qilib beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, hisob-kitobini qilib, chiroyli qilib, Xudo xolasa yo'lida qilib hisoblarini qilib beramiz. Endi dogovorlar holatiga qarab bo'ladi, katta kichikligiga qarab 150 mingdan 300 ming so'mgacha xizmat ko'rsatamiz. Obyektlarni razmerini aytadigan bo'lsa, shunga qarab hisobini chiqarib beraveramiz.